Maaş yokuşturup oldun mu ya? Muştun gibi nıkımı ya. Nima da cık. Yana kıysam yana turdu, yana kıysam yana turdu bu binası. Çünkü bu bütün Şinjan'daki her bir adamın öyküçümüz bulmaydigan narsa bu. Şunun için bunu çoğum qilish kerak. Lacıkçılık var da hazır, ha buzulup ketkenler ha. Amal yo'q, sodiqiy odamlar işte ziyoni bo'ladi, foydam bo'ladi, lekin xalqim qo'llab bersa bu Nurgun mal buzulup ketip da ya da. vallahi qaylanlarmish uyanglarda ishlatayotgan ambalni rık paydo qildi desam, ma film to'liq ko'ranglar. Masalan, ishlatayotgan ambalni ishlatish jarayonida 20 kundan keyin lam uningda ko'kartkichi sariq rangli ichqi zamburug' degan bir xil narsa paydo bo'ldi. Buni ko'z bilan ko'rg'il olmaydi. Buni 220 gradusli qaynoq suvdami yo'qotqil olmaydi. Yoki to'qisilab, dezinfeksiya qilib yo'qotqil olmaydi. Shuning uchun biz mana shu odam badaniga yoshirin xavf keltirayotgan, bu jigar rakini keltirib chiqarayotgan mana shu mahsulotni yo'qotadigan qartamish mahsulotni ishlab chiqarib bozorga soldik. Men mahsulotning asli bahsi 98 ko, hozir 68 ko qilib seri qarbiq esib qo'ydim. Butun Şinjanni Amerika sepirma ilib ishlatib baqsangiz bo'ldi. 68 ko. Kulağını kes 58 vakit bire. Ya 68 ko. 68 vakit oldu. Anandan keyin mush mahsulotni cho'qim har bir oilada bo'lmaydigan bir mahsulot bu. Siz mush mahsulot og'im bati desanglar ayrimxona uchirib qoldisanglar, men mushninki shu qanday qilgan iliq filmlarni shipinglarni sizlar ko'rsatib qilib berma. Shunga oshxonamni tozalashga e'tibor berma demay, eng avval ambalni to'g'ri usulda tozalab, men gelimizga chirayotgan narsani pakiz tozalasak, men kasaldan jiroq turimiz tuqqanlar. Endi nurg'un tuqqanlar deydi ekan, burun bundan narsalar yo'qdi, ota-bobolarimiz saqdi. Ota-bobolaringizdan nima og'riq tatib, nima kun ko'rganini o'zi biladi. Yani onu bir kim teşkil bakmay. Hazır mana şu tor sahasida hamma narsa oshkorlanyapti. Shunga ayrimxona uchir qoldirsangiz, men ashning filmini to'liq yo'llab berma. Anandan keyin kallangizda o'lsam, sog'lomlik sizga lozim bo'lsa, butun oiladagilarning sog'lomligini men qo'lga keltiray desangiz, ishlasangiz bo'ldi. Seri qarorga esib qo'ydim 68.